Minecraft o'yinining alohida o'zining logikasi mavjud. Ba'zida u fizika qonunlariga bo'ysunadi, ba'zida esa yo'q. Bu videoda biz top 3 ta Minecraftning eng g'alati logikalarini ko'rib chiqamiz. Va hammangizga rahmat o'tgan safargi videoda aktiv bo'lganinglar uchun. Unda bizning birinchi eksperimentimiz bu golem bilan bo'ladi. Menimcha golem yasashni oramizda hamma bilsa kerak. Uning yasalish tartibi juda ham osondir. Lekin Minecraftda shunday bir logika bor ekanki, uni qilsangiz siz golemni hech qanaqasiga yarata olmaysiz. To'g'risini aytsam, bu juda ham ahmoqona. Bu odatiy golemning yasalishi. Endi esa men aytgan ahmoqona logikani ko'rib chiqamiz. Yasalish tartibi o'sha 4 ta temir blok va bitta oshqovoq. Va endi biz o'sha ahmoqona joyiga keldik. Mana bu yerga ikkita fakelni qo'yasiz va endi ko'rganinglardek golem paydo bo'lmadi. Bu juda ham ajoyib. Balki bitta fakelda paydo bo'lar. Wow! Xullas fakelni golemning tanasiga qo'yishga qaror qildim. Da, juda ham kulgili. Xullas keyingi eksperimentga o'tamiz. Let's go. Ikkinchi eksperimentimiz bizning slime va honey blokdan, ya'ni shu ikkala blok ishtirokida bo'ladi. Avvaliga platformani qurib oldim. Mana hammasi tayyor. Ana endi logikani sinab ko'rish navbati keldi. Yaxshilab qaranglar, mana shu o'q buni o'rtasidan o'tib ketadi, ya'ni orasidan o'tib ketadi. Mana ko'rganinglardek orasidan o'tib ketgan. Endi esa slime blokning orasidan o'q o'tadimi yo'qmi buni tekshiramiz. Va o'tmadi. Ko'rganinglardek bu ham Minecraftning bir qanaqadir ahmoqona logikasi. Buni orasidan o'tmaydi, lekin ana uni orasidan o'tadi. Bu nimasi axir? Bolalar hozirgina bitta narsani bilib qoldim. Mana bu asl blokning orasidan trade degan yozuv chiqyapti. Ya'ni bu chet til bilan savdo sotiqni mana shu yerdan ham qilsa bo'ladi. Demak, bu blokning orasidan o'q ham nafaqat o'q, ya'ni boshqa narsalar ham o'tadi. Xullas, ikkinchi noodatiy logikani ham ko'rib bo'ldik. Ana endi uchinchisiga o'tamiz. Let's go. Bo'ldi, oxirgi videolarimni ko'pchiligi eksperiment bo'lib ketdi. Balki bundan zerikkanlarsizlar. Menda esa ajoyib yangilik bor. Ushbu videoga 200 ta like yig'sanglar, keyingi video horror video bo'ladi. Shuning uchun like'larni ayamay bosinglar. Okay, bizda 3-logika. Buni logika ham deb bo'lmaydi. Buni shunchaki bug desak ham to'g'ri bo'ladi. Unda doimgidek bizga kerakli platformani qurib olamiz. Aha, deyarli platformamiz tayyor. Yana birozgina ishi qoldi. Aslida bu suv bilan ishlaydi, lekin hozir men suvsiz ham urinib ko'rmoqchiman. Qani? Yo'q, suvsiz bo'lmas ekan. Unda suvni ham qo'yaman. Xo'sh, endi urinib ko'raylikchi. Bizning maqsadimiz mana shu yerdan chiqib ketish. Yo'q, aslida shu yerga ham suv quyish kerak edi, lekin meni esimdan chiqibdi. Ana endi sinab ko'ramiz. Xo'sh, yo'q. Menimcha qayiqni boshqatdan o'rnatishim kerak. Mana shunday. Wow, demak rostdan ham o'tsa bo'ladi. Survivalga o'tishga qaror qildim, chunki o'lib qolishi mumkin. Buni ham ko'rishim kerak, ya'ni tekshirishim kerak. O'lib qoladimi yoki yo'q. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Menimcha to'g'ri qo'yyapman. Yo'q, xato qo'yibman. Mayli, yana urinib ko'ramiz. Mana shunday, biroz yaqinroq. Oppa. Xo'sh. Wow, haha, o'tdik. Qayiq qolib ketdi-yu va birozgina jonimiz ham ketar ekan. Lekin o'tib bo'lar ekan, o'tdik. Xo'p, men yana bir marta sinab ko'rishga qaror qildim. Oppa, bu safar jonimiz umuman ketmadi. Okay, juda ham yaxshi. Buni qayerda ishlatasizlar bilmadim-ku, o'zingizlar uchun bilib oldinglar. Ha bolalar, mening bugungi sizlar bilan bo'lgan sayohatim o'z nihoyasiga yetdi. O'sha gaplar, video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling va 200 ta likedan so'ng horror videoni kutib qoling. Va albatta kommentariy orqali mening Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying, chunki u yerda keyingi videolar qachon chiqishini oldindan bilib turasiz. Hammangizga tomosha uchun rahmat, ko'rishguncha.